Studentlar yaxshi o'tirdilaringmi? Bugun bir oshqozonga yangilik qilibsizlar-da. Mana hisob 942 ming. Menda 42 ming bor. Senda yo'qmi? Men yotoqxonada berib yuboraman-da. Klik qilib yuborsam bo'ladimi? Stipendiya tushganda. 3 burchak kalla. Hozir yedingmi? Hozir to'laysan. Sizga mabodo konspektlaringizni yozib berish kerak emasmi? Men qarama ish polvon. Konspektingni yozib, olib borib domlangga ko'rsatasan. Mabodo shogird olmaysizmi? Yoshligimda amakim bilan shakli sotganmiz. O'z chigirtga burin. Menga qara. Shogirdligingni borib amakini oshxonasida qilasan, tushundingmi? Bilmayman, hozir to'laysan ham men. Bu tezlash. Amaki, mabodo barterga ishlamaymizmi? Barter? Qarindoshlar gruppasi uchun maxsus. Boshla. Hoy do'stim, ayt nega holing parishon, alamdan yuraging ezilyaptimi? Ovozingni eshik qisganmi? Bor yo'qol, bo'shsan. Maylimi, bitta anekdot aytib bering sizga. Turib aytsam maylimi? Xohlasang yotib olib ayt. Bir kuni Sher aka o'rmonda hamma hayvonlarni yig'ib, uylanganlar bir tarafga, uylanmaganlar bir tarafga o'tsin desa, quyon qarab, Sher aka, men ajrashganman, qayerga o'tay degan ekan. Nima qilamiz men ish polvon? Amaki, lekin menda bunaqa talant yo'q. Amish polvon, charchab qolmadingmi? Yaxshilab yo'q. Buni qarang. Quyon ajrashganmish, o'rtaga turib olib,